Biz 11 ayning 6 kuni yo'ldoshimning kichik apisi yo'lga chiqib, ishkarga yo'l oldik Yivoga. Şun bilan yo'llarda başta shundoq ko'ngillik mangdik. Keyin Gozgovga bir to'silgan padimizdan kashgacha to'sib turib ketdik. Shuning bilan oxir kash bo'lganda yo'llar ichilib yo'lga chiqdik. Xiyolimizda endi Gozgov ko'riklarni kunduzlarda shpin qilib olamiz desak, kechalarda o'tib ketib yerlarni shpin qilolmadik. Oxir Shinshaga kelib oldik. Shinshadami bek uzoq payda turib ketdik. Allah'ını yepmişedi. Anken neçə saat payda turganken oxiri qo'zg'alib mengib tong atqanda Gansu tarafga o'tib ketdik. Yo'l bo'yi shundoq go'zal manzaralar yetib keldik. O'ylamagan yerdan mushtaq voqealar yuz berib, men yo'lda yo'qimlanib qoldim. Ondan meni Fonzanga ekvetdi. Mening am do'stlar deydig'ini mushtat sijaq qildik deb manganlar. Yo'llarda fujular tushganbek diqqat qilinglar, amal ba tushmanglar. Tushmayamdi yo'llarda hal qilinglar degandek. Fujularda azbek kasalchiq bo'lgandan keyin bu qayerda yuqib qolganini bilmay qoldik. Shunga o'zinglar bek diqqat qilinglar. Bu tarafdagi hayotim oyoqlashay deb qoldi. Shundan sizlar o'zinglar bek diqqat qilinglar.